Heyo, hammaga salom do'stlar, men With Oxygen. Men survival hayoti birinchi qismini olamiz. Let's go. Let's go. Давай, daraxtlar topamiz. Давай. Давай. Tez chopilsa daraxt. Ular skinimga e'tibor bermaylar. Skin o'ynatganim men ko'rmaydi. Yo'qolib qoldi bo'ldi. Buning uchun men uzr so'rayman. Bo'ldi. Bundaqa qora daraxt emas, oqroq daraxt topish kerak edi. Yo'q, bu emas. Emasdi, bo'ldi. Nima? Voy! Qanday? Oqroq daraxt yo'q. Yo'q, men tulkilarni urban bo'lmaydi. Jallod. Mana qidiramiz endi. Anda bor ekan. Voy. Jigarlar, mana bu survival ikkinchi qismi chiqsin deganlar 20 ta like, 20 ta 5 ta komment bo'lsa chiqadi. Hali versiyada yashash kerak, tezroq chopilsa ham bu ko'rish kerak, instrument yasash kerak, shunchalik narsa bor hali. Oho. Endi birinchi navbatda maydalari mana qilardi-yu. Minecraft o'ynamagandan ancha bo'lib ketdi. Tayoq yasaymiz, versakni qo'yamiz. Buni ham qo'yamiz. Voy. Kirka yasab olamiz. Bolta ham bitta. Davay mana olamiz. Tez olin. Jallod. Endi kon topish kerak bo'lar. Kon. Ashta bo'lish kerak. Davay. Voy. Mana buni qaranglar. Yo. Hadi suv ichini ovuraman. Yo-mayo. Yo, tepaga chiq. Voy. Qanday? Hozir zombilarga. Voy, zombilar qaranglar, bolalar. Yo-mayo, zombilarga qaranglar. Yo-mayo, zombilarni qaranglar. Eshak. Yo, kon kerak deb bolalar, kon. Voy, mana zombilar kelyapti bitta. Voy, creeper yovuz. Yo'qol. Hamma narsa ortimdan kelyapti. Videoni shu yerda tugataman.